Poytaxtimizda kibersportning PUBG Mobile yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston milliy chempionati 2026 musobaqasi o'tkazildi. So'nggi yillarda kompyuter o'yinlari jahon miqyosida ommalashib bormoqda. Kibersportning 50 ga yaqin turlari bo'lib, Dota 2, Counter-Strike, FIFA, PUBG kabilari keng tarqalgan. PUBG Mobile o'yini mustaqil davlatlar hamdo'stligi mintaqasiga kirib kelganiga bu yil 8 yil to'lishi, shuningdek, Navro'z bayrami munosabati bilan PUBG Mobile milliy chempionati 2026 turniri tashkil etildi. Mazkur musobaqada 200 dan ortiq jamoa ishtirok etish istagini bildirgan bo'lib, saralash bosqichlari yakuniga ko'ra 16 ta eng kuchli jamoa final bosqichiga yo'l oldi. Offline turnirlarda hayajon ko'proq bo'ladi. Kibersportning mana shu PUBG turi O'zbekistonda hozir yaxshi rivojlanyapti. Finalga kelguncha biz 3 ta bosqichdan o'tdik va unda 300 dan ko'p komanda qatnashdi. Yutsak, xudo xolasa, dunyo reytingiga yana bir marta chiqamiz va u yoqda ham o'zimiz ko'rsatib kelishga harakat qilamiz. O'tgan yili jahon chempionatiga chiqdik. 100 dan ortiq jamoalar o'ynadi. Biz 23-o'rin oldik. Biz uchun bu tajriba bo'ldi. Musobaqa ham zo'r o'tdi. Jamoalar hammasi tayyor. Musobaqaning umumiy mukofot jamg'armasi 20 ming AQSh dollarini tashkil qildi. Final bosqichi jami 12 turdan iborat bo'lib, dastlabki kundan ochiq saralash o'yinlari o'rin oldi. Ishtirokchilar bor kuch va mahoratlarini ishga solib, murosasiz bahs olib bordi. Jarayonlar hayajonli va yuqori ruhda o'tib, 5 soatdan ortiq davom etdi.